va qanchalik saodatga to'lganligimizni tasvirlab bo'lolmaymiz. Shu sababdan ulardan yaxshilik va vafodorliklarni ko'rganimizda o'zimizning eng baxtli insonlardan bo'lib qolganimizni bilamiz. Navoda tarbiya joyida elib berildiganlar bo'lsa, cho'qim bir millatni o'zgartib etkili bo'ladi. Tarbiya odam bolalariga xosdir. Chunki odam bolalari tarbiya bilan o'zgaradi. Hamda tarbiya bilan haqiqiy odam bo'la oladi. Ammo boshqa jonliqlarning xarakteri oxirigacha xuddi boshda yoritilgani bo'yicha davom qiladi. Qilchi o'zgarmaydi. Biroq odam bolasi bo'lsa, aql idroklik qilib yoritilganlikdan u tarbiyani qabul qiladi, tarbiya bilan o'zgaradi. Shu sababdan inson hamisha tarbiyaga muhtojdir. Yaxshi tarbiyaning foydasi uzilmaydi. Dunyoda bolalarni haloldan oziqlantirib, haloldan kiygizib, iymon va axloqli holda tarbiyalab chiqishdan katta savoblik amal yo'q. Alloh taolaga buningdan ortiq yiqimliq bo'ladigan ibodat yo'q. Biz bolalarimizni islom tarbiyasi bilan yaxshi yetishtirib chiqsak, Alloh taolo bizga dunyo va oxiratda tugumas yaxshiliklarni va oliy martabalarni ato qiladi. Yaxshi bola yetishtirganning mukofoti o'lgandan keyin davom qiladi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Odam bolasi o'lgandan keyin butun amallari to'xtaydi. Faqat 3 ishtila davom qiladi. Ular sadaqa jariya, manfaatlik ilm va uningga duo qilib turadigan yaxshi farzanddir. Bu Imom Tirmizining Sunan-ut Tirmizi nomli hadis to'plamining 1376 hadisi. Xo'sh, endi ota-onaning yaxshiligidan bolalar naf oladi mavzusi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Val yakhshallazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alayhim falyattaqulloha val yaqulu qawlan sadida." Ya'ni o'zidan keyin chorasiz kichik bolalar qilib qolgan taqdirda ularning ahvoli qandoq bo'lar deb ansiraydiganlar yetimlarga haqsizlik qilishdan qo'rqib titirsin, Allohdan qo'rqsin va to'g'ri gapni qilsin deydi. Ya'ni bu Alloh taolo tarafidan berilgan sug'urti va ojiz kichik bolalarning ahvolidan andishi qiladigan odamning sug'urtisi Alloh taologa taqvolik qilish, boshqalarning haq huquqini qo'g'dash, yetimlarning beshini silash, o'zining ziyniga bo'lgan taqdirdami har joyda to'g'ri va lillo gap qilishdan iboratdir. Qur'oni Karim yana Alloh taoloning ota-onasining hatto ajdodlarining yaxshiligi sababli bu dunyoda ularning bolalarini qo'g'daydiganligiga ishorat qilmoqda. Qur'oni Karimning Kahf surasida mundaq bayon qilingan: Xizr alayhissalom Musa alayhissalomni boshlab bir shaharga elib borgan va u shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tamni tuzab qo'ygan. Musa alayhissalom buning sababini so'raganida Xizr alayhissalom uningga shu hamon javob bermasdan safarning oxirida mundaq tushuntirib qo'ygan: "Va ammal jidaru fakana li g'ulamayni yatimayni fil madina وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك." Yani tamg'u shahardagi 2 yetim bolaning edi. Tam ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'rilib ketsa, xazinasi echilib qilib, kishilar uni elib ketadi. Ularning otasi yaxshi odam edi. Rabbing ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishini iroda qildi. Bu Rabbingning ularga qilgan rahmatidir, deydi. Sura Kahf 82-oyat. Ibn Kasirning rivoyatiga ko'ra, oyatdagi yaxshi odam bolalarning 7-ajdodi ekan. Demak, Alloh taolo bu bir odamning yaxshiligi sababli uning 7-navrasigacha in'om qilgan. Shu sababdan bo'lsa kerak, Hazreti İbn Mas'ud radıyallahu anhu kechalari tahajjud o'qib duoga qo'l ko'targanda yanida uxlab yotgan narsidisiga qarab, "Sening uchun qilyapman, ey suyimlik o'g'lim" deydi ekan va yig'lab turib, ularning otasi yaxshi odam edi degan oyatni tilovat qiladi ekan. Hazreti İbn Mas'ud radıyallahu anhu qadrli qarindoshlar. Ya'ni yuqoridagi sura Kahf 82-oyatda tilg'ilingan shu oyatning ichida tilg'ilingan "Va kana abuhuma soliha", ya'ni ularning otasi yaxshi odam edi degan oyatni tilovat qiladi ekan Hazrati İbn Mas'ud radıyallahu anhu qadrli qarindoshlar. Demak, bolalar agar iymonliq bo'lsa, ota-onasining yaxshiligining mukofotidan oxiratda bahramon bo'ladi. Chunki qiyomat kunida Alloh taolo yaxshilarning avlodlarini ularning martabasiga yetkazib bir yerda qiladi. Payg'ambar alayhisalom bir kuni Alloh taolo mu'min odamning farzandlarini uning darajasiga ko'tardi. Gerçi farzandlarning martabasi uning ko'ngli shodlansin uchun shundoq qiladi deydi.
va munu oyatni tilovat qiladi. Vallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Yani özleri iman etkan, avlatlarımı əgişib iman etqanlarının avlatlarını ular bilan tang darajada qilamiz. Ularning amallaridan qilchimi kemaytib etmaymiz. Har kim o'zining qilganlarining badalini oladi, deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Bu Sura Tur'ning 21 oyati. Anda Payg'ambar alayhisalom bu oyatdan keyin bolalarga berganlik sabablik ota-onasidan kemaytib etmaymiz degan so'zni qo'shib qo'ydi. Bu bo'lsa Bazzaz rivoyat qilgan va Abu Naim Hilyatul Awliya nomli asarda rivoyat qilgan hadis. Xo'sh, endi ota-onaning mas'uliyati. İslam dini ota-onalarning ustiga bolalarni islom ko'rsatmasi bo'yicha tarbiyalab chiqish burchini yuklagan. Ota-ona bolalarini iymon va axloqliq hayotlikning yuklarini ko'tarib keta oladigan qilib tarbiyalab chiqishga mas'uldir. Bu mas'uliyatni o'rindamagan yoki kamtuk o'rindigan ota-ona omonatga xiyonat qilganliklari sababli o'zlarini oxiratning azobiga duchor qilgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambar alayhissalomga va'mur ahlaka bis-solati wastabir alayha, ya'ni oilangdagilarni namozga buyurg'in, o'zingmi uningga chidamliq bo'lg'in deb amr qilgan. Sura Tahaning 132-oyati bu. Bu oyat oila a'zolarini namozga emas, balki jimi yaxshiliklarga buyurish va o'ziningmi birga chidamchanlik bilan ado qilishini amr qiladi. Namoz ibodatning va yaxshilikning beshi bo'lganlikdan oyatda namozli tilga ilingan bo'lishi ehtimol. Afsuski zamonimizda qanchilgan musulmonlar o'zlari namoz o'qiydi, Qur'on tilovat qiladi, tuqqanlarga sil rahim qiladi, ammo oilasidagilarni bu ibodatlarga buyurmaydi. Balki ularni o'ylabmi qo'ymaydi. Xuddi o'zila amal qilish orqali oilasinimi Alloh taolaning jazosidan qutuldirib qola oladigandak o'zini o'ylaydi. Oilasidagilar bilan kori bo'lmaydi. Bundaq qilish o'z ustidagi mas'uliyatni to'nimaganlik yoki uningga ahamiyat bermaganlikdir. Payg'ambar alayhissalom ota-onaning mas'uliyatini bayon qilib, er o'z ahliga, ayol uy ichiga mas'uldir deb ko'rsatgan. Bu hadis Buxoriyda 2751 hadisda tilga olingan. Har bir ota-ona va har bir tarbiyachi o'zining qo'l ostidagilarga mas'uldir. Onaning mas'uliyati otaninkiga qaraganda cho'ng va muhim. Chunki bolalar ko'pincha onasi bilan bo'ladi va hayotida eng dastlab onasining tarbiyasi bilan uchrashadi. 11-asrda o'tgan ulug' olim Yusuf Xas Hojib dunyoga dongliq Qutadg'ubilik nomli asrida ota-onalarga farzand tarbiyasi haqida o'git berib mundoq degan: Tug'ilsa sana ay kabi qiz o'g'il, anga tarbiyachi sen o'zingli bo'l. Misrlik shoir Hafiz Ibrohim onaning farzand tarbiyasidagi rolini va ahamiyatini bayon qilib mundoq degan: Al-ummu madrasatun iza a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal a'raqi. Tarjimasi: ona o'zi bir maktab, yetishtirsan sen uni, yetishtirsan tegi pak isil bir millatni. Oila jamiyatning ul temidir. Bir oilaning tarbiyasining yetarlik bo'lmasligi butun bir millatning tarbiyasining yetarsiz qilishiga sabab bo'ladi. Chunki oila jamiyatning ulidir. Uli mahkam bo'lmagan bino o'rilishga mahkum bo'lgandek, oila tarbiyasi yaxshi elib berilmagan jamiyat va millat har qachon vayronlikqa mahkumdir. Shoirlarning amiri deb atalgan misrlik shoir Ahmad Shavqi bu ma'nini ifodalab mundoq degan: Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Tarjimasi: axloq bilan har millat rivojlanib davom etar, ayrilganlar axloqdan zavolliqqa hamon ketar. Ota-onalarning bolalari uchun ko'proq vaqt ayirishi va ular bilan birga bo'lishi talab qilindi. Bir hadisda birovning bolasini yaxshi tarbiyalashi uning sadaqa berganidan afzaldir deb kelgan. Bu hadis Imom Tirmizininki Sunan Tirmizi nomli hadis to'plamining 1951 hadisi. Yana bir hadisda birovning bolasiga qilgan eng cho'ng sovg'asi uni yaxshi tarbiyaligidir deb kelgan. Bu hadis bo'lsa Imom Ahmadning Musnadul Imom Ahmad nomli hadis to'plamining 3-tom 412-betida rivoyat qilingan hadis. Bolalarga kichikdan payg'ambar alayhissalomning va sahobalarning qissalarini o'g'itish orqali
ularning diliga payg'ambar söygüsini va sahoba söygüsini o'rnatish, Qur'on tilovat qilib turishga odatlantirish, masjidlarga berishga ko'ndirish nihoyatda zarurdir. Payg'ambar alayhissalom bu haqda bolalaringlarni 3 xislatga ko'ndiringlar. Ular payg'ambaringlarni söyish ham yana payg'ambaringlarning oila tavobiatlarini söyish va Qur'on o'qishdir deb ta'limot bergan. Bu hadis Buxoriy va Muslimda tilga ilingan. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib farzandlarimizni qandoq tarbiyalaymiz mavzuliq kitobimizningki 2-chi qatimliq anglitishimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh yana bir qatimliq programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Ijobatli duolaringlarda bizlar uchun duo qilishni unutmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.